Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Qala el-musannifu rahimahullah el-mes'elatu thalitha. İhtelafu fil Maghrib. Hel laha vaqtun muvassa'un kesair es-salavati em la? Namazın vaqti bek qisqa bo'lg'achqa, uzun vaqti bormi yoki shu namoz o'quvchilik bilan qisqa vaqti bormi degan talashlar. فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع. bunun vaqti uzun emas deb qarab. Bu ashhar ar-riwayat an Malik va an Shafi'i. İmam Şafii'nin yan qarashida, meseledagi qarashida shunday deb qaraldi. Wa dhahaba qawmun ila anna waqtaha muwassa'un wa huwa ma bayna ghurub ash-shams ila ghurub ash-shafaq. Bu kun patqandan keyin shafaq yo'qolgan qadar uzun vaqti bor deb qarabdi. Demek namazımınki dastlabki vaqtining boshlanishida ittifoq ekan. Yani kun patqandan keyin dastlabki vaqti boshlandi dedi. Keyingi vaqti shu desa, keyingi vaqti ixtilof. Birisi tartib bilan namoz o'qib bo'lsa, shuni to'ydi desa, yana birisi shafaqqa bog'lab. Shafaq hamda arab tilida kun patqandan keyingi kun patishga qizillikni shafaq deydi ekan. Oq yo'ruq bunda tug'an chaqni shafaq deydi ekan. Bu lug'at jihatdan ikkisi teng ishlatilgan. Shunga birisi kuchliq, birisi aziz degan u toza ig'ir bosmaydi ekan. Buningda ehtimollik bor lug'at tarafdan. Ya'ni Imom Shafiining nazarida bu qizillik deb qarasa, ya'ni bu mazhabda eqish, yo'ruqlikni shuni shafaq deydi. Hatto shafaq deganni lug'at tarafdanmi ba'zi qizillikqa fasl, yana uning ko'tik tarafdan, ya'ni bu mazhabda bu shafaq deganlikqa bunda jinchga bo'sh so'zni qilganini bildirdi. Shuna shafaqa degan rahimdillik, mehribonlik deymiz deb bunda asli ko'tkini surish qilib qo'ydi ekan. Amaliyotda bu har ikkisiga ishlatilgan so'z. Va bihi qala Abu Hanifa va Ahmad va Abu Thawr va Davud. Va shafaqada degan qarash bu xuddan ko'pchilik olimlarning qarashida. Va qad ruya hada al-qawl an Malik va Shafi'i. Demak Imom Malikdan bu qarash rivoyat qilingan. Imom Shafi'ning bu ko'ni qarashida buni. Al-qawlul qadim. Shu shunchaki vaqti bor. Uniki vaqti tugaydi. Azan chiqdi, kun patdi dedi. Tartaldiq 2 rakat sunnat o'qiymiz oldida, keyin 3 rakat farzni o'qiymiz. Oyog'idan 2 rakat sunnat o'qib shunlanimda tugaydi dedi. Lekin bu mo bir xil amaliyotga bunda qarab desak, bu sal munosib emas ekan. Nima uchun bu ishlarni qildigan odamning tabiatiga qarab uni uzun qisqaligi tutumliq emas. Ba'zi odamlar oldirmay tartaldigan bu 20 minutda tartilishi mumkin. Ba'zi 5 minutda bo'ladi. Ba'zi namozni yarım soat o'qiydi. Masalan, Misrda ba'zi yo'lda 15 minutda o'qib bo'lishi mumkin namozini. Ba'zi 5 minutda tugatib bo'lishi mumkin. Shunga buning vaqti bu insonning o'zi belgilab oldigan vaqtlar qoldi ekan. Ammo boshqa namozdan vaqtimi shu kun, oy, quyosh buningki harakatiga bog'lab qo'yganlikdan ma'lumi shu jumhurning qarashida shu shafaqqa bog'lab qo'ygan shu uyg'un. Av tutumsiz ish bo'lib qoldi. وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمام جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمرو وويزب الله شيء عمر ديان. Demek bu iki hadis hazır zıt olup kaldı. Abdullah ibn Amr'ın hadisi esrinin vakti gün sağırgan kadar diyene. Şunda diyen. Demek anında Cibril'ninki de mesleği olgan çağda okuyan. İşkili günde. Doğanıken bunu zıt kep kaldı. وذلك في حديث إمام جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد كن بتقند ديله وفي حديث عبد الله بن عمرو ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ديله. demek namaz şamninki vakti şafaq yo'qlib bo'lsa degan ma'noda. فمن رجح حديث إمام جبريل جعل لها وقتا واحدا. Cibril'nin hadisida ishkili kunda bir vaqt o'qigan ekan, buning vaqti birlam deb turibdi. Lekin bu hadisda Cibril'nin hadisida ishkilisin vaqti bir degan bilan bunda bir ehtimollik bor. Nima uchun buni rivoyat qiluvchi, yani onun sal 15 minut bunda vaqtni pek uni diqqat qilmay, buni shu bizdan vaqtni deb qo'ygan bo'lishi mumkin. Xuddi mislay, ya'ni misli degandimi bir vaqtni deb qo'ydi-ku. Bunda hamda dal 15 minut bundan o'qimay, cho'ngroq arib bilan shu o'xshash vaqtda o'qidi deb qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu bir ehtimollik. Demak, Jibrilning hadisini olsa birli vaqti bor dedi. Abdullah'ın hadisini alsa ve bunun vakti uzun dedi. Hem de Abdullah'ın hadisini İmam Müslim rivayet kılgan. Muttefak aleyhi emas. Hadis İmam Cibril ani hadis İbn Abbas الذي فيه أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم 10 صلوات مفسرة الأوقات ثم قال له الوقت ما بين هذين. Abdullah'ın ki Sahih Müslim'de rivayet kılgan sayı hadis.
Cibrilninki sayyendi kelmagan deydi. Bu 10 namazdan 2 kunda o'qidi, shundaymi? والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة الأسلمي. Demek Abdullah'ın hadisi yani Bureyde el-Eslemi radıyallahu anh'ın hadisi de mi? Yani kaygan bu olaydı. Bureyde el-Eslemi'nin hadisi kasıtte enne raculan sa'alen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem an vakti salat. Ama kâle salli ma'ana hâdeynil yevmeyn dedi. Anı dep birinci güne kana kıldı. Fe'aqâmel maghrib hîne gâbeti şems. Gün patkanlam birinci güne namaşamını okuyordu. İkinci güne kablan yagîbe şefak. Yani şefak yo'qolib bo'lguncha o'qidi. Undan keyin shafaq yo'qolishga bog'liqkan deb ma'noda aniq bayon qilinadi. Va u aslun fi hadal bab, shu babda asos dalillarning birisi. Qal va hadis Burayda awla li'annahu kana bil Madina 'inda su'al sa'il lahu an awqat salawat. Ma'van ayati to'g'ri gapman. Madinada bo'lgandan keyin ham ma'noda aniq keldi shunama. Jibrilnikida ravi uni bak aniq ayirib qilinmagan bo'lishi mumkin. İkisi o'xshash bo'lsa-mu, o nasib mansub demasakmi, anda ravi bak tafsili bunda janchga nima qilmay, ma'noda tafsili bayon qilgan. Hadis Jibril aqalki Makkada bo'lgan. Makkada Mi'raj voqeasi bo'lgan chaqda 5 vaqt namoz farz bo'lgan chaqda Jibril tushib, 5 vaqt namozning vaqtini 2 kunda ko'rsatib qo'ygan. Lekin ma Buraydaninki islom taqlib Rasululloh Madinada islom davlatini qurib yo'nib qilgandan keyin biraydan kelib namoz vaqtini o'qisam bo'ldi degan chaqda bizdan 2 kun turib namoz o'qigan deb ko'rsatib qo'ygan. Undan keyin bu xuddi makinkisi ikkisi zid kelib qoldi. Makinkisi mansub qilayotgan demakchi. Amaliyotda nasib qilish ojizsiz bunda. Ravi birinchisi sal ijmo qilib qo'ydi desak. Ve hadis Cibril kan fi evvel farz bi Mekke. Yani dastlabda Mi'raj nimasta İsra Mi'rajda farz bo'lgan chaqlarda bo'lgan dedi. Nasxga ishorat qilmoqchiman. Al-mas'alatu ar-rabi'a ikhtalafu min waqt al-isha al-akhira fi mawdi'ayn. Ahaduhuma fi awwali wa ath-thani fi akhiri. Tan namazda deydi. Isha al-akhira degan namazning isha al-ula desa, tanni isha al-akhira. Isha'ayn deb qo'ydiq-ku tagliban. Birinchisi qachon boshlandi buning vaqti? İkincisi qachon tugaydi? İki masalada ixtiloflashdi. Demak, boshqa namozninki boshlanishida ittifoq bor. Zamboblarninkida ittifoq, peshinnikida ittifoq, asrninkida ixtilof bor, namozninkida ittifoq. Lekin xuftanninkida boshlanishida mo ixtilof bor. Amma awwaluhu fa dhahaba Malik, ya'ni xuftanning boshlanish vaqti İmam Malik, Şafiilar, yani bir grup olimlar, İmam Ahmad bin Billah, Sahibayn bin Billah, Sahibayn billah mı şu İmam Ebu Hanife'den bir rivayet kim bu? İlâne o meğibul humra deydi. Qizillik yo'qolgan chaqda xuftan vaqt kirdi deydi. İmam Ebu Hanife yo'q shu qizillikdan keyingi aqfiq yo'qolganda ondan kirdi dedi. Shu namozning tugash vaqtigacha chiqdi. Ha. Asli bu yani bir hadis keldi-ku, bir vaqt namozning vaqti kirmaguncha namozning vaqti ketmaydi degan. Shu bo'yicha. Va sabab ixtilafin fi hadhihi al-masala. Mesela mush qizillik bilan aqfiqning yo'qolishining o'ttirida, ikki qarashning o'ttirida necha minut farqi bordi? 20 chiqib, buni qarab o'tirib baqish kerak. Mesela 20 minut, 20 minut, 25 minut farq bo'lishi mumkin zot. Jumhurning qarashida shu araliqdagi vaqt bu ishkili namozga yaraydigan vaqt bo'ldi. Yani qasim mushtarak dedik-ku. İşkincisi okusu bulmaydı emas. İşkincisi okusu buldu deyazgan. Evet, asr bilan peshinning tutashqa vaqtini degandek. Va sabab ixtilafin fi hadhihi al-masalati ishtirak ismi shafaq deydi. Shafaq degan so'zning arab tilida mushtaraklik, ya'ni ikki narsaga ishlaydiganlik. Fa innahu kama anna al-fajr fi lisan fajran, kadhalika shafaq shafaqan. Demak, fajr mo sodiq kazib deb ikkiga ayrilgandek, shafaq mo qizil, oq deb ikkiga ayrildi. Va mag'ib ash-shafaq al-abyad yalzama yakuna ba'dahu min awwal al-layl. Oq shafaq yo'qolgancha kechining dastlabki vaqti bo'lish kerak deydi. Imma ba'da al-fajr al-mustadiqqa min akhir al-layl an al-fajr al-kadhib wa imma ba'da al-fajr al-abyad al-mustatir wa takun al-humra nadhir al-humra. Demek yani şafakma hazır ikkiye demekçi bunun. Yani bamdatning ustimi bir xil ikki oyda shafaq badek ahvol bor deydi. Masalan, kechi tugab, jinishga uzunishqa yo'riqlik bo'ldi-ku, bu kazib, fajr kazib desak, buningdimi bir xil yo'riqlik bor deydi. Ondan haqiqiy tong atgandan keyin to'g'risqa bo'lgan yo'riqlikdan keyinmi bir xil yani qizg'ishlik bor deydi. Ash tarafga kun chiqishga qarasak, bir xil qizg'ishlik bor. Demak, namasham kun patgandan keyingi qizg'ishlikning udulida kun chiqish vaqtida bir xil qizg'ishlik bor deydi. Yani shafaq hozir xuddi to'tga o'xshaydi hozir. Kun patganda ikkisi oq qizil.
kun chiqqanda ikkisi oq qizil. Demak, fattavali aydan arba. Demak, bu yerda chiqadigan narsa 4 deydi. Fajrul kadib val fajrus sodiq, al-ahmar va shams. Atiganda chiqadigan narsa birinchi al-fajrul kadib, ikkinchisi al-fajrus sodiq, uchinchisi ahmar, qizg'ish, qizillashadi. To'rtinchisi quyosh deydi. Va kadalika yajib an takunal g'awaribu kun patqandimi shunda 4 bo'lish kerak deydi. Kun chiqqanda 4 bo'lsa, kun patqandimi 4 bo'lish kerak. Patlagan narsa 4 oldu deydi. Ve lidalika ma zukira anil Khalil min annahu rasada ash-shafaq al-abyad fawajadahu yabqa ila thuluth al-layl kuzziba bil qiyas ve tecrübe. Khalil ibn Ahmad al-Farahidi kitab al-Ayn'ning muallifi 100-yilda aldı. Yani İmam Abu Hanifa'nın vaqtida tugab ketgan bu. Danliq o'shunas. Bu ayda kuzatib tamni. Aq shafaqni kuzatib, keyin sulusul layl qadar babu yo'ruqliq deb turibdi. Size bu ameliyatta biz bunu tekşirsek onda çıkmaydı. Bu hata bunun degan söz etmek. وذلك أنه نمشن خطأ لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمام جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق. demek هذا خليل غاز رد يورد. Sizin sözünüz hata. نمشن خطأ desek Bureyda el-Eslemi ile İmam Cibril'in hadisi de Resulullah xuttanni birinci günü şafaq yo'qolganda o'qidi. Tamam? İkinci günü sulusillayda o'qidi. Tamam? İkisinin o'rtasida hozir farq va arliq bor. Sulusillayl kappogacha shafaq g'oyib bo'lib qolgan. Bunga Xalilning gapini hisob qilamiz, yoki hadisini hisob qilamiz. Va qad rajjaha al-jumhur madhhabahum bima thabata anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana yusalli al-isha 'inda maghib al-qamar fi al-laylati al-thalitha. Yani sahih hadisda Rasululloh 3-kechasi dedi. Bu shu oyning 3-kechasini bakchi. 3-kechasi oy yo'qolib ketgan chaqda, ko'zdan g'oyib yoki patqandan keyin deydi. Xufta o'qigan deydi. Bu 3-kunni mishansa bu 3-kunda bunda patitdi, u boda astronomning bag'ishadi. Yani 3-kechada bunda o'qigan debdi. İmam İbn Hajar bu 3-kechada kun aşı qizil shafaq g'oyib bo'lib bo'lgacha osmonga oy yo'qolib bo'ldi deb bunda deb qarabdi. Bu Shafi'ning dalil qilishmasida shuni deb qarabdi. Bu asl hadisning lafzida li-thalithatin deb keladi. Li-thalitha yani masaf layla thalitha demekçi. Bunu zaten şu Bureyda bilan İmam Cibril'in hadisi aniq radiya berib bo'ldim. Yani birinci günü onu da okudu, ikinci günü mabeyne hadayn degan o'ttirda vaqt var degan bo'ldi-ku. Undan keyin shafaq g'oyib bo'lib bo'ldi. Sulusillayga bama shafaq g'oyib bo'lib bo'ldi degan. Endi ma hadisdan maghibul qamar fil layla thalisa degandan Shafiy mazhabida dalil qilyapti. 3-kechasi dedi. Bu hozir shafaq bilan munosabatsiz bu. Yani ma'nosiga dalil bo'lmaydi. Fakat bunda aylandırıp akasa bu 3-kechasidan astronom ilmida yoki amaliyotdan biz kuzatsak 3-kechasi ay shafaq g'oyib bo'lishdan qizillik shunda yo'qolib bo'lishi ay ko'ramaydigan holatga o'tib bo'ldi deb turyapti. Amaliyotda bu ma'nosiga dalil emas. Yani xarijan mahalli nizo delil dairesiga kirmaydi. Deganda menda yo'qolib bo'ldi deb tajriba asosida desa, boshqalarning tajriba asosida raddiya berdi. Ya, buni nima deb raddiya berdi desam, oy yo'qolib bo'lgacha aqlni yo'qolib bo'ldi deydi. Yani demak bu siz kuzatgan bo'lsangiz bizni kuzatdi. Bizim kuzatishimizda bunda. Demak, xuftanni o'qigan chaqda bizning degan qarashimiz bo'yicha oq shafaq yo'qolganda o'qigan buni. Shunday delil silga delil bo'lmaydi. Bunda ayni kuzatishni o'qildi, shuni bildiganlar xudoga ma'lumot, tajribaga munosib. Lekin İmam Abu Hanifa bu masalada oyatga tayanibdi. Va aqimus salata liduluk shamsi ila ghasaqil layl. Ghasaqil layl, mishada xuftanni desak, namashamning muxtanni Xuftanni deydi. Ghasaqil layl degan kechani qorong'ulikning toza shu qaraygan, jamlangan, jug'langan vaqti degan bo'ldi. Undan keyin bu shafaq yo'qolgan chaqda ondan bu qorong'ulik rasmi qaraygan bo'ldi. Bunisi ayol qizillik oq tusa ghasaq bo'lmaydi. Bu kuchli ekan. Yana Abu Mas'ud al-Ansarining bir hadisi bor ekan. Bunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam yusallil asha idza swaddal ufuq. Asha shafaq va jaydayla ufuq. Shu rasmi qaraygan chaqda ondan xutba o'qiydi. نقص ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره وقوله لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل. Buna nima aql kesib turish mustahabdi-go deb buni bunda jallandurdi dedi. Amaliyotda Abu Hanifa'ning dalili va oyat bilan hadis. Bu mustahabdiki talash uning masalasi emas. Vaqt kirish masalasi bo'lgan ekan. U azraqamda aql tortishdan sal bir yaxshilikni bildirsimi, lekin nimaga rasmiy dalil bo'lolmaydi.
وأما آخر وقتها فاختلفوا تن قچان آخرلشudu tutan vaqtda üç xil qarash qawlun innahu thuluthul layl 3dan birida kechining 3dan biri va qawlun innahu nisful layl va qawlun innahu ila tulu'al fajr va hozir thuluthul layl desak soat necha qadar bo'ldi thuluthul layl biz masalan kun patgandan keyin kecha hisoblaymiz kun patgan soat 8 da botildi desak hozir 8 dan masalan kun chiqqan qadar deymiz 5 desak kechini shunda bo'lsak yani 9 soatmi 9 olsa 3 ga bo'lsanglar 8 ga 3 soat qassanglar 11 tugaydi debdi tutan vaqt va qalu innahu nisful layl demak 8 ga 4 qassak 12 yarimmi va qalu innahu ila tulu'al fajr tong atgan qadar va bil avval ani thuluthul layl qadar degan qarashni imom Shafiyning imom Ahmadning mashhur qarashi ekan bu yana imom Malikning mashhur qarashi lekin Abu Hanifa debdim ya Abu Hanifaning bu xato Abu Hanifa o sulusul layl qadar demadi. Sulusul layl mustahablikdan qilish mumkin, ammo bu oxir vaqtda degan gap yo'q. Ammo Ibn Rushdninki Abu Hanifaga nisbat bergan qarashi hozir xato. Ya'ni Hanafi mazhabda fajr sodiq chiqqan qadar deydi. Bu ko'pincha boshqa kitoblar tayangan bo'lg'achqa, istizkarga boshqa kitoblar. Mesela balki shu kitobda bir xatolik qilib qolsa. Demek bu İmam Malik'nin meşhur qarışı ekan. Meşhur qarışı degandan keyin boshqa qarashlar bor deganligi ma'lum bo'ldi. Ama Varuyan Malik al-qawlu thani ani nisful layl. Demek ikinci qarashda yarim kechiga degan qarash bor ekan İmam Malik'ning kelgan qarashda. Uchinchisi fa qawlu Davud. Yani qawlu Davud degan hozir İmam Abu Hanifa'ning qarashi. Ama İmam Şafii'nin kötü vaqt va vaqtda uchunda fazila, ixtiyor, javoz, ultra. Ola köpeğin namazdan aynı Türkiye ayrı. Eser namazında fadila, cevaz, ihtiyar, kerahadır. İmam Ahmed bu şunlar. Hazır amda bunda tomtaklam mezhebini bayan kıldı. Lekin Abu Hanife'ninki en hata çıkıp kaldı. Başkasınınki şuradan malum bir taraftan doğru çıkıldı. Fecr-i Sadık'a kadar dedi. Bu Abu Qatada sahabenin hadisiga dal tushadi. Bir namazning vaqti yani zamanı kirgichi buldu diye hadisga dal tushadi. Ve sebebul xilaf fi zalik ta'arudul athar. ففي حديث إمام جبريل أنه صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني ثلث الليل. demek birinci keçide keçinin 3'ten 1'de okudu dedi. وفي حديث أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل خرجه البخاري. وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل ديان. وفي حديث أبي قتادة ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. Yani Abu Qatada'nın sözü yani birinin vakti kirgiçe bu namazda okumasan andan onu ada qilmagan bo'lsa degine yani qo'ldan ketkizib qo'ygan bo'lsa degine yani bir namazning vaqti kirgiçe babuning vaqti edi. Asrlardan chiqib qolsan keyin qazo qilinmaydi. Qazo bo'ladi bo'lmaydi. Mana hatta namaz vaqti kirgiçe bo'lgandan keyin asr vaqti kirgandan keyin azan chiqadi emas, namaz chiqib shu azan chiqqandan keyin bir vaqt kirdi. Anan chiqadi. Ya lekin hamda miyada ma jumhurning qarashi o'xshamaydi. Jumhur peshin bilan asrning ayında bir ikkisi bizishib qolgan bir vaqti bor deb qaraydi. Muttasil g'ayri munqasim dedik-ku. Ayında bir vaqti bor deb nima uchun deganda Rasululloh Imom Jibril namoz o'qigan chog'da sulusul laylni bir nima qildi. Peshinni shu chog'da o'qidimi? Ikkinchigini asrni shu chog'da o'qidi. Undan keyin bu ikkisiga yaraydigan vaqt deb bundan keyin bu nimaga asosan qurgan ba'zi qarashlari bundan ajoyib nimalar chiqadi. Masalan, bir odam uxlab qoldi yo hayzdan bo'ldi. Bu asrdan shu kun patishdan ilgari 5 rakat o'qiyoligidek vaqt ulgurib tayyorgan bo'lsa, bu peshin bilan asrni tam o'qish vojib deydi. Yani 4 rakat peshin, 1 rakat o'qish ulgurgan bo'lsa asrga 5 rakatni o'qish kerak. Demek bundan iliqa ikki namozga tang yaraydigan vaqti dal shu oqil surilib ketganday. Bak jinniski ekan mazhabning bu vaqtga qarashi. Demak Abu Qatada al-Ansarininki hadisi Imam Abu Hanifa'ning nimasiga mana dalil bo'ladi. Bamdat qadar dedi. Ama faman zahaba madhhab at-tarjih li hadis Imam Jibril qala thuluthul layl wa man zahaba madhhab at-tarjih li hadis Anas qala shatrul layl wa amma ahlu adh-dhahir ma'a al-Hanafiyya taban şunama فاعتمدوا حديث أبي قتادة وأبي قتادة نما حديث صحيح شنو
وقال هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ يعني نسخ دبقته yani nasıl demesek mi? Manda da karışık oldu ki. Cibril'in okup bergen mesela mustahab, en evzel vaxtlarını öğütüp koyaş için dedi. Sen evzel vaxtlarını öğütüp koyaş için. Yani mavo evzellik emas, caizlik vakti. Kıstılıp kalganlar için, caiz olduğu vaxtını köstüp koyaş için geldi desek, kısta zıtlık yok, o nasıl da hücumsek mi oldu? وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نَاسِخًا لَكَانَ تَعَرُضُ الْآثَارِ يُسْقِطُ حُكْمَهَا. Demek mavo an mensuh kılıp etmegen bolsumu zid kep kalganken anı çürütüp mani eliş gerek deydi. Nima uchun bu ahiril amr bo'lgan ekan? Bakra kunal xotirjam bo'ldi. Feycib en yusara ila istishab halil icma. Demek bu yerda icma holati davomlashga berishimiz kerak dedi. Icma holatining davomlashini nimada? Yani asli buning vaqti bor deb, lekin tugashdi biz ixtiloflashdik. Ama yani ma'lum bir vaqt kadar sulusillayl kadar işte biz badab kelayotgan-go, badab meni yurishimiz kerak. Anda qachon to'xtaymiz deganda ixtilof. Shunga biz ijmo altida manamiz. Faqat lamandan ma demak ba ikkimiz zidlashib qolsa, ikkilisini qarib qo'ylar, to'xtab qo'ylar. Ya unda ya bunda degan yo'q hozir. Hozir taning vaqti bor. Bu qachon yo'qolib ketadi? Bunda ketaveramdan. Ta kashab joyga to'xtagacha. Davonki bunda mish kerak bo'ldi dedi. İcma halde şu Mesela sulusillayl bo'g'icha biz hozir emmele ijma. Mushalatda sulusillayl to'xtaydi ya nisfillayl to'xtaydi yoki fajr soat to'xtaydi degan bu hadislarni ixtiloflashib qolgan hamma bir taraf qarib qo'ylar. Biz bunda mingaveramiz to'xtamay. Bunda to'xtamay mingaverishimiz kerak demak. Ya'ni bu fajr soatga qadar deganni hozir tarjih qilishdan o'rganamiz. وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر. Demek biz sulusillardan ilgari ijma etdik. Aş ijmaatni turaversak, andan mayan qarayli, kun chiqqandan keyin andan muxtan vaqt chiqdi deb mayanda ijma keldi. Demek ikki tarafda ijma vardır. O'ttirda nat to'xtash masalasi. Ya'ni hammaylar fajr soat chiqqaniga muxtan vaqt tugaydi deydi. Ya'ni Hanifiy mazhab zohirlar tugaydi deydi. Demek bunda bir xil ijma var. Yani çokum çıkıp bo'ldiganlik ijma. Ma tarafdan. Vaqtalafu fima qabl. Lekin undan ilgari chiqdamda chiqadmamda ixtilof bor. Fa inna rawayna an ibn Abbas anna al-vaqt indahu ila tulu' al-fajr. Uchdan birdan ilgari, masalan, axtan azan chiqib o'qidigan vaqt nimasi vaqt yetdi deganda ijma. Hamda fajr sodiq bo'lgan chaqda tugaydiganlik ijma. Ham o'ttirda ixtiloflashib qoldik. Ixtiloflashib qolgandan keyin bu hadisni bir-biriga zid kelib qolganiga hadis hamma bir tarafga qarab qo'yib turang deydi. Bundan biz ana shu nimada mingaveramiz. Namozning vaqti davomlashaveradi. Buni hozir namozning vaqti tugadi demaymiz deydi. Hech qanday bir nima bo'lmagan ekan, na to'xtashmasning nima doirasi Ibn Abbosdan rivoyat qilgan bir asarda bu shu nima to'xtaydi debdi. Yani ba'da tulul fajr bilan tugaydi debdi. Ibn Abbosning asari bilan biz shuni amal qilib boshqa hech nima bo'lmagan ekan. Aqaidda Seyyid İslam'a eserleme taarruz gap qilsa, tercih yoki muvofiqlash bo'lmasa, ikkilasini o'rganib chiqib qoladi degandan bunda da hadis yo'qdek bo'ldi. Hozir yo'qdek deb baqaydi, mana faraz qilib baqalaydi demakchi. Bu bir xilamdi. Lekin bunda deb nima qilishi ojiz endi. Bunda qarish tarafni bir mat qilish uchun deb baqgan gap. Bo'liqi ad-dalilan iza ta'arada tasaqata degan nimaga asosan biz tanlashdik bunda ya uni ya buni tarjih qilmay qoldik degan tariqa deydi. Favajaba yustashaba hukmul vaqt. Ashuning vaqti bor degan hukm davomlashaverish kerak bamda qadar. Illa haythu waqala ittifaq ala khurujihi faqat lama chiqatdi degan chaqqa borgan qadar, ya'ni qasa fajr sodiq. Shunama va ahsibu anna bihi qala Abu Hanifa. Amda taqamana Abu Hanifa munda dedi-ku deyman. Zahirining shu. Bayatin zahiri deb qo'ydi-ku. Shu qarayna Abu Hanifa deganligi endi esiga oldi. Bunda kalmoqchi zahiriyle namazlanmaydi Abu Hanifa kalmıştı burada ya. Bunda demek emas. Degan ma tazalik esida yo'q. Hanifiy mazhabning bunda degan deganligi, ba'zi kitob yozgan chaqda hozirgidek materiallarda to'liq emas. Har mazhabning qarshini qilgan kitob oldida bo'lmagan ekan, bizning burunliqqa tarix vaqti o'qigan vaqtiga bir qilib qolgan nima bo'yicha yozgan bo'lsa, o'zini kitobni ichib qo'yib unda yozmaydi, bular vash bunda yozilgan vaqtlar. Degan o'zining unisini saladir to'g'rilab qo'ydim da xatolik. Ya bamdat qadar desek bo'ladi. Mushun tarjih qilsak yaxshi.
Birinci Hanefi mezhebine. Bizim mezhebimiz. İkincisi, yani bunun da alaka deliller şimdi tanışıp kalan iken, hatta yadıkla vaktul ukhra diyen seyyedisli boğan iken, bunun ıska vitrni. Vitrinin ımısı Xuftan bilen chetishlik bu. Yani Xuftanning vaqtiga o'sha bu vitrni aşağı nima qadar o'qish bor. Unda bo'lgan ekan, buning vaqti shunga qadar bo'lishi aniq. Bunda tarjih qilib boqamiz hamda qolgani. المسألة الخامسة واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس. Ma'noda ittifoq bor ekan. Bomdodning vaqtida dastlabki vaqti fajr sodiqning chiqishi, tong atishi deydi. Oxiri qachon esa kun chiqishi qadar. Illa maruya an ibn al-Qasim va an ba'd ashab al-Shafi'i akhira vaqtiha al-isfar. Bular bomdodning oxiri vaqti kun chiqish emas, da olamning yurg'a vaqti deydi. Chunki buning oralig'ida ikki vaqt bor. 20 minutda emas, bunda bir vaqt bor. 15 minut 20 minutda. Esfer burun. Demek bunda adamın tonulu olduğun yürü kıldı. Gün çıkmağa bak bu. Onun deyin ki andım gün çıkıldı. Bu İbn Qasim'ne biz kim diyen? Demek Mudavvan'da İmam Malik'te rivayet kılgan İmam Malik'in şagirdi. Bazı ashab-ı Şafii diyen bu Şafii mezhepteki bazı alimlerin istahri diyendi. Vaktalafu fi vaktihal muhtar. Evzel vakti tanıştık kaldı. Bandırma. قشان أقصر أوزار فذهب الكوفي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل إسفار أفضل إسفار سال يرتبراك من أقش أوزار وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل قرانغو وقت أقش يخشى وسبب اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك hadislerinin ظاهر لره birbirine zıt kep bağındaydı. Bunu kanda muvaffaklaştırmaz der şunu ihtilaf çıktı. Ve ذلك أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم من طريق رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر. Bamdatna indi yurtup okunlar demek. Bu seyyediz. Müsned'de bu Müsned'de bir hadis. Sünende var. İbn Hibban'dan var seyyedigen. Enek buyruk geldi dedi. Ve ruvi anhu sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle ve kudsula eyyul a'mal eftal kâle es-salatu li evvel miqatiha. Demek mava qarash qilnan, yani bir qarash qilnan. Taglis to'qiymiz deganning dalili. Ma'numla Abu Hanifa'ning dalili kelib qolgandek demak. Li evvel miqatiha deganni biz mushu iborani sal azroq dedik. Lekin buning nimasi sayinda kelgan lafzi ala miqatiha yoki li vaqtiha. Ala miqatiha li vaqtiha desak uning dalili yo'q. Li evvel miqatiha degan dalilga atat shuni so'rab eklaydi. Shunga Hanifi mazhab buni qanday raddiya urdi? Bu hadisdan tipi bir, asli bir hadis bu. Endi ma lafzi ixtiloflashib qoldik. Li vaqtiha mo, yani ayyul a'mal afdal as-salatu ala miqatiha dedi. Yani bir rivoyatda li vaqtiha dedi. Ma rivoyatda li evvel miqatiha yoki evvel vaqtiha deb kelgan bo'lsa, biz ashendi kelgan lafzni olamiz deb ma'no rad qilamiz. Demak bu aslında bir so'zda bunda desam o'xshash qilib rivoyat ayda so'zni ishlatib qolgan bo'lishi mumkin. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن. مروط يعني üstüge yürgün aldığan, pürkün aldığan kiyimi, mütelaffiat diye ornavagan, demek kiyimlerge ornavaga alattı. Ma yu'rafna min al-ghalas. Karangulıktan onu tonuqlanmaydı deydi. Yani Hazreti Ayşe'nin rivayet kılganımızda ayollar mında çağda qaytib boldi, namazdan qaytib ketdi deydi. Onun çırağını tonup boğulmadığı alattı. Ma'khili jallaq mana. Bu Buxariy'deki hadis ma. Ve zahirul hadis ennehu kana amaluhu fil aghlab. En müşahidisten ma Hazreti Ayşe'ninki mutalaffiat bi murutihinna degan. Bunda qarasak, bu ko'pincha ahvolda bunda yani bunda te deganni bildirdi deydi. Yani hadisning iborati ma inkana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yusalli subh va nisa unda deb kelgan. Yani Rasululloh bunda qildi, ayollar bunda qaytib bo'ldi degan. Endi bu yani bunda bo'ldi degan davomli bunda bo'ldi deganni bildiramdi ya bir haqiqatan bunda bo'lgan nima bo'lsa bu ko'p ahvolni bildirdi debdi. Faman qala inna hadis rafi khasun yani asfiru bis-subh degan xas deb turibsa
Ve kavlu as-salat li evveli miqatiha amun. Demek bu yada evvel miqatiha diye ibarma. Her qanday namazını başki vaqtda o'qisan yaxshi degan umum deyilsa, mavu bamdat mulam yurgandiroq oxirgi tartib o'qingni bildirdi deb turibdi. Xosda. Hani mazhabchilarning qarashi. Deb turgan bo'lsa, bo'lamda isfar afdal deydi demakchi. Val mashhur annal xos yaqdi alal am. Yani usul fiqhda mush qarash mashhur deydi. Xos yaqdi alal am degani yani bu al-xos yuxassisul umum deydi. Umumni xaslashtiradi. Xos kelgan bir dalil umum dalilni xaslashtiradi. Taxsis qiladi. İz huwa istuthniya min hada idha huwa istuthniya min hada al-umum salat as-subh ve ja'ala hadis Aisha mahmulan ala al-jawaz. Demek idha huwa mu ya idan huwa mu. İz bo'lishi mumkin bu. Demek umumdan bu bamdatning hukmini chiqarib olsa kechiktirishda boshqa vaqtni dastlab vaqtda o'qish yaxshida ma bamdatni oxir tortishda istisno qilib olsak bu xos umumga hukmron bo'lgan bo'ldi. Shunami? Yani taxsis masalasi bo'ldi deydi. Ja'ala hadis Aisha mahmulan alal jawaz. Yani mutalaffiatun bi murutinna deganni joiz holatda o'sha chaqda o'qishi joizdi zaten. Sataq yo'q. Unda talashtat yo'q-ku. Joiz bo'lamdi, bo'lmamdi deganda. Afzallik ta'sir. Ve ennehu innema tadammana al-ikhbar bi wuqu'i zalika minhu. Shunda qilibdi dedi, lekin bu ko'pincha ahvolda bunda qildi deganni bildirmaydi deydi. Odatda ma hadis sunnaslarning arasida kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yafalu kaza. Bunda qildi, bunda deganmish. Kana bilan kelganda bu davomli bunda qilibdini bildiramdi yoki endi bir qadam qilganini bildiramdi degan ixtilof bor. Demak, mavla davomli bunda qildi deganni bildirmaydi deb turibdi. Yani bu qarashchilar al-isfaru afdal min at-taghlis deb qaradi deydi. Hadisni, xas hadisni tutganlik uchun. Va man rajjaha hadith al-umum ash avval vaqtiha deganni shu lafz bilan deydi. Shu lafz bilan bo'lmasa o del bo'lmaydi. O'sha lafz bilan kelgan umum dalolatlik hadisni tarjih qilgan bo'lsa, nima uchun? Oysha hadisga udil kelganlikdan. Yana shu haqda nas yoki unda nasga yaqin holatda zohir dalolat bo'lganlikdan, yana hadis Rafi ibn Khadijning ehtimollik bo'lganlikdan, nima uchun ehtimollik qildi? Ana yumkina yurid bidalika tabayyunul fajr va tahaqquqi. Bu yani aniq rasmi shu tang atma aniq o'qib andan nima qilinglar deganni bildirishi mumkin deb. Asfiru degani tahaqqaqu min tulul fajr degan ma'noda. Amaliyotda bu unda bu bir xil ta'bir ba'idam. Umum hadisni rojih qilgan hozir Shafi'ning misoli. Şafii'nin mesela Hanefi'den mesela hasının bazı meselelerinden Kur'an'da hasılanmayı da umumlu elevattan halimiz var mesela Hanefi'nin. Bu Şafii'yle köpünce hasınalık da amına asası ağam hasılmasız yapmaz hasınalık da. Ya hazır bozulan asl elişte tercihler başkarısı var. Şunu asas qilib turib, nima qilib, mana kuchlantirishda ya qarshi tarafning dalilga raddiya berishda andan bunda deb tur. فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم وارد في ذلك تعارض. Demek bu yer asfiru degan, yani tang atma aniqlab bakıp andan nima qiling degan bo'lgan ekan, bu zidlik yo'q deb hadisni bundan qayrib etgan ekan, bu yerda hech qanday zidlik yo'qolib ketdi ekan. Lekin amaliyotda unda bo'lmaydi. Qala demak mushunda deb qaraganlar, bunda tushunganlar, dastlabki vaqt afzal, taglis afzal demakchi. Va amma man zaba ila anna akhira vaqtiha al-isfar. Bu kim edi? Bandaning vaqti kun chiqish qadar demay, isfar qadar deganlar. Bu halqa afzal vaqti va kaza emas. Hozir vaqti qachon tugaydi degan masala ekan. Ibn Qasim bilan Ba'd Shafi'i. Hozir isfar afzalmi, taglis afzalmi degan gap tugadi. Hozir oxir vaqti na to'xtaydi degan gap. Chegirasi ko'rib taqaldi. Fa innahu bulamda ta'awwal al-hadis fi zalika annahu li ahli ad-darurat. Yani kun chiqish qadar degan ma'no nimaga apiribdi bular? Bu bunda bak zo'ralamda qisilib qolganlar. Hezda ayol saqib qopdi, masalan. Ya uxlab qoldim, o'g'inib qopdi, qarasa isfar bo'lib qoldi, kun chiqmadi. Qash tariflam gash namoz o'qiyasi bo'ldigan bunda bir o'zira holatiga qaratilgan ahvol debdi. Qas hadisni ta'bil qildi, mush hadisni dedi. Men adraka rak'atan min as-subhi qabla an tatla ash-shams. Tatla ash-shams deb aniq dedi-ku. Bir rekatga ulgursa
Bamdat qilgan bo'ldi deganini ta'vil qilib, bu anda qisilib qolgan odamning ahvoli, uzrlik, darurat ahvolda qolganlarga qaratilgan. Buning dalilini bayon qilmadi. Balki Rasulullohning o'qigan sharikatini o'qish mumkin. Yani taqlidda o'qigan, isfarda o'qigan bo'ldi. Shu qadar. Yoki Imom Jibrilni dalil qildi. Imom Jibrilning hadisida 2 kunda o'qipadigi. Deng, mabayna hazayn deganiga mushuni tugida dedi. Dalillar bakan. Ve hada şebihun bima fa'alahu jumhur fil asrayn. Jumhur asrda mushunda usulni qo'llangan dedi. Qanday usulni qo'llangan? Buning vaqti mislangi qadarda. Asrning vaqti xuddi ma'lum bandlarningki isfar qadar deganda. Hamda yana bir orliqni qo'yib bu. Bak qisilib qolgan odamlarga so'z so'zab bermaymiz deb isfar shams qadar dedi asrda. Hadi tulul fajr degan ma'lum tulul fajri qadar degani shu. Isfar bilan tulul fajr orliqini xuddi asrda mislayn bilan isfar qadar deb baq. Ba'zilar ilal g'urub dedi. Demak, bu nimaning vaqti desa, bu ahl azarning vaqti. Ezda saqib qopdi, uxlar qadam o'g'inib qopdi, qadam isi kelib qopdi. Buni mushchaqda o'qsam, paloq-puloq o'qivasangiz bo'ldi deb bunda belgilab bergan o'rin bu. Degan adam normalda niyagicha. Jumhur bunda yo'l tutgan, ma'lum odamlarning o'sha yo'lni tutdi dedi. Val ajab annahum adalu an zalika fi hada. Yani jumhur ma bandatda asr tutgan yo'lni tutmay, qachchida ishni o'zgartirib oldi dedi. Mayada bir ahli azarning vaqti bor demidi dedi. Va wafaqu ahli zohir. Ahli zahir bilan billa bo'ldi dedi. Ahli zahir deganda mana aslida kun chiqqan qadar degan. Asli bu jumhur qanday qilish kerakda o'zining asr tutgan pozitsiyasi bo'yicha isfarga qadar bildirdi. Ondan isfardan tulul fajr qadar va ahli azar desa aniq tushdi dedi. Demak, ma'maslagacha ahli zahir bilan yani Hanifi mazhab bilan billa bo'lib oldi. Validalika li ahli zahir an yutalibuhum bil farq bayna zalik. Nima uchun oyatda bunda degan tangas, niyat bunda deb turolning farqini deb birang deb farqini talab qilish haqqi bor. Balki jumhur ham da farqini deyishda asrda va'id kelgan, alaqa kun sag'irib qizillashgan qadar o'tirib, uni degan g'ash qopildan tok cho'qotiblam, bunaqa bu salatul munafiqin deb keldi. Shunami? Nonki ma'namda asas qilib turib, shunda degan to'q anında, lekin ma'noda unda demaymiz. Shu mumkin. Amaliyotda bandat vaqtini Misrda bir burun o'qidi. Bu favqulodda burun. Bu tag'lisdan misol burunmi keldi. Amaliyotda tag'lisdan afzal yoki isfani afzal deganda dalillar siz tanishib qoladi. U bir-biridan chiqnimi qilolmaydi. Hamda eng yaxshisi shu masjidning jamoati, shu mahallining jamoati qanday ahvoldamda jamoat to'liq qatnashmay qiladi, shuni odatlangan yoki shuni ko'ngan nimasiga bog'liq. Isfar o'qiyotgan bir mahallada tag'lisda birlam o'qishni boshlasa jamoat yetishib qolmas. Yoki aksi qilsa jamoat saqlab o'tirib ketishi mumkin. Turkiyada bizning vatanning ba'zi masjid chiqib o'ttas o'qimaydi, darizdan qarasa odam yurib ketib qolgan. Bu ham bir nima? Xatarlik doiraga chiqib qoldi. Chunki buni vaqt chiqib qilish nimasi bor edi. Kechib qolsa, o'zini xatarga uchirtish. Oyunda yuritib bunda vaqti yana qo'llangan. Al-qismu thani min al-fasl al-awwal min al-bab al-awwal. Bu qismi thani halaqa namozning vaqti. Lekin bu odatga vaqt emas, bu darurat vaqtlari va uzr. Fa athbataha kama qulna fuqaha al-amsar. Va fuqaha al-amsarni biz kim degan? O'tad mazhab imomlari, shunga o'xshash cho'ng tanilgan imomlar. Shular vaqti darurat degan narsa bor deb turibdi. Shulning zamondash Abu Sa'id. Masalan, har shahardagi tanilgan fuqaha, Lays masalan, Avza'i, Ibn Abi Layla deymiz. Va nafaha ahlu zohir. Bu masalan deyla asrdan mislaydan tortib isfargacha isfar yoki kun patgan qadar. Buni ahli azarning vaqti deb belgilsa, ahli zar ya bunday gap yo'q deb turibdi. Vaqat taqaddama sabab ixtilafihim fi zalik. Buni bayon qilib bo'ldik. Vaqtalafa haula alladhina athbatuha fi thalathati mawadi'. Amda fuqal amsar. Ay ba'inda awqat darura ba'd yalla o'zara 3 masalada ixtilof chiqib qoldi deydi. Ahaduha li ayyi salawat tujadu hadhihi al-awqat va li ayyiha la. Qas namozda vaqti darura bor, masalan asrda bor, bamdat yo'q deb turgandek. Va thani fi hudud hadhihi al-awqat. Bu qanchalik? Isfirog'ichimi, kun patqichimi? Shunami? Va thalith fi man hum ahli al-udhr alladhina rukhisa lahum fi hadhihi al-awqat.
ahli uzrlar bu kimlar deydi. Ezda ayol saqib qolgan ahvolda, uxlab qolgan odam o'g'inib qoldi, sarang saqib qoldi, musafir misirishi mumkin. Bu kimlar buni da ixtilof qoldi. Va fi ahkamihim fi zalik ani min vujub as-salat wa min suqutiha. Yani ularga namoz vojibmi emasmi degan masalalarda ixtilof chiqdi. Birinchi masala ittafaqa Malik va Shafi'i. İmam Ahmad mu albatta billah. Ala hadal vaqt huwa li arba salawatin. 4 namaz uchun debdi. Vaqti durura. Liz-zuhr val asr mushtarakan baynahuma. Peshin bilan asrning ikisiga unda tutash bir vaqt bor dedi. Mushtarak vaqt bor dedi. Yani peshin bilan asrning vaqti xuddi peshin o'qiyolmay qolganda, keyin uxlab qilib o'g'andi yoki hezda saqib qoldi. Bu asr vaqtida o'g'angan, yani saqib qolgan bo'lsa-mu, peshinni o'qiydi dedi. Yani bu ada olgan bo'ldi ekan. Yani o qada demaymiz. Val mag'rib val asha kadalik. Bu asli navir taqildi silqi namozni jamlab o'qishga berib taqildi. Va innama ixtalafu fi jihat ishtirakimi ala masayati. Lekin bular o'zaro hamda bu qanday mushtarak deganda ixtilof chiqib qoldi dedi. Buning tafsiloti keladi hozir. Va khalafahum Abu Hanifa faqal. Demak Abu Hanifa boshqa qarashdi ular. Hadal vaqt innama huwa al-asr faqat. Demak bu vaqtda darura qas namozlar deganda asr bilan deb turadi Abu Hanifa. Başka namaz yoktu. Mesela İmam Abu Hanife'nin hazır karşıda asr vaqtida uyqudan uyg'ondi, peshin o'qimagan odam yoki peshin vaqtida hezda ayolda asr vaqt chiqdi deb bo'yicha saqib qoldi. Bu kishi peshin o'qimda o'qimamdi. İmam Abu Hanife o'qimaydi o. Chunki o chaqda bu namoz vojib bo'lmagan bunga. Mesela hezda ayol deydi. O chaqda peshin vaqtida hezda holat etdi. Hezda holat namoz vojib bo'lmadi. Endi saqagan chaqda asr vaqti. Asrni o'qiydi, peshinni o'qimaydi. Alço peshin bilan asrni ikkinchi tam o'qiydi. Chunki uni ikkili namozga yaraydigan bir vaqt bordi. Hozir shu o'g'ilgan chaqdagi shu vaqt ikkili namozga yaraydigan vaqt shu deydi. Ya'ni u shu orqaga kechikib ketibdi. Ikkili namozga yaraydigan vaqti orqaga so'rilib ketib, shu ayol saqaygan chaqdagi shu vaqt shu mislinda o'qidi degan nimaga peshinni asrni shu vaqt bo'lib qolibdi. Va bekjanishga kelgan ma. Jumhur asrli peshinda o mushtarakqa keyin meyada adaluda mag'rib bilan ancha. Yo'q, bamdatda unimay turoldi. Vaqti daruri yo'q deb turoldi. Lekin namazshimda vaqtini bor edi. Endi Abu Hanifa nima deb qiyos qilish mumkin? Namazsham vaqtida saqib qolsa, asrni o'qimaydi. Unda peshinni o'qimaydi, bu asr vaqtida saqib qolsa dedi. Bunda dalil qilgan. Hayır, böyle işki namazın cüpladi. Bu cüplaşın asli tigrimasi laqa jami taqdimda axirqa işki namazın cüplashdan iborat. Shuni bunda amaliyotda nima uchun asrlan shani bog'lamaysiz bunda? Shu guruhimiz oybetini emasmi? Ha, shunda yani mushtarak vaqt yo'q demakchi. Bu aql so'zi o'tdi shu. İşki namazda Jibril o'qib bergan vaqt nima o'tib ketdi bu odamning namozida. Buni aql so'zi. Lekin asli kashilnada böyle İmam Cibril hadisi için esli var. Bu hadisten vaqtni bayon qilishda sal tutuqlik bor desak, boshqa hadisda vaqtni bayon qilgan uni shuni asl buldamizmi? Qolgan hadisda keyin tushgan, keyin deyilgan. Keyin bo'lgan ham tafsirlar aniq deganlik uchun. Albatta izoh degan va adaliy baham o'tmasin. Ravi ham unda tafsili rivoyat qilmoq bo'lishi mumkin. Demak Abu Hanifa bu adam vaqt mushtarak yo'q deb turibdi. Vaqti dururi va asrda, lekin unda vaqti mushtarak degan narsa yo'q. Va sabab ixtilafin fi dalika va ixtilafun fi jawaz al-jam' bayna as-salatayn fi as-safar. Safarda ikki namoz jam qilsa bo'lamdi, bo'lmamdi degan masalaga ixtiloflashishga ustiga endi ma'qulab kelib qoldi dedi. Hangi mazhabda unda qilish yo'q, shunami? Ikki namozning bir vaqtida bilan birisining vaqtida o'qish unda yo'q, jamlab. Bu bundan keyin keladi bu masala. Faman tamassaka bin nasl wari fi salatil asr. Ani as-sabit min qawli sallallohu alayhi vasallam man adraka rak'atan min salatil asr qabla maghrib ash-shafaq faqad adraka al-asr. Mushahadisga nasqa chin esilganlar va fahima min hada ar-ruhsa, bu ruhsat masalasi deb tushunganlar. Ondan valam yujiz al-ishtirak fil jam', ondan ikki namozni o'tirdi, uni mushtarak vaqt yo'q deb qaraganlar. Ya'ni la yafutu vaqt salatin hatta yadkhula vaqtul ukhra degan hadisga asosan unda mushtarak vaqt yo'q. Birisini chiqasi birisini sirdi. Ikkisining vaqti bor degan bir vaqt yo'q deb qaraganlar. Qala innahu la yakun hadha al-vaqt
illa li salatil asr faqat. Demek bu vakit özür vakti, asr vakti bilan buldu deb qarabdi. Ve men ajaza al-ishtirak fil jam' fi safar qas alayhi ahli ad-darurat. Safarda ikki namoz jamlisi bo'ldi deb qaraganlar, bu boshqa o'zirli kishilarni mushunga ketibdi dedi. Nima uchun? Yana musafir aydan sahib daruratin va uzrin. Bu mu zarurat ahvoli, o'zirlik ahvol, boshqa hezdalik, unutib qolganlik, uxlab qolganlik, saramolab qilish bu hammasi ya o'shadan ketamiz. Bu mu o'zirlik ahvol. Shu ma'ni qiyos qilamiz deb. Fajala hadal vaqt mushtarakan lil-zuhr wal-asr wal-maghrib wal-isha. Demak, bu vaqtlarni asr bilan peshimga bir mushtarak vaqt bor. Namashamon vaqtanga bir mushtarak vaqt bor deb juplab qo'ydi dedi. Bunlar sizlardan da qiyos bo'lgan. Qiyos. Demak, bu mu hadisda amaliyotda dalil nima bu yerda? Qiyos. Bu mushtarak degandan oyog'i tugmaydi taqa. Endi bunda bahs qildik ekan. المسألة الثانية اختلف مالك والشافعي وأحمد في آخر الوقت المشترك لهما. Demek bu iki namazdan da ahirki vaqt qasi mushtarak vaqti bu. Mesela 15 minut, 20 minut bo'lib, keyin ondan tugab bu mushtarak emas vaqt siramdi yoki bu anda so'zlib ketamdi. Amaliyotda bu vaqt mushtarak degan bu ras ajiz qarashgan. İmam Cibrilning hadisini shuni bilan istivoganlikdan kelib chiqqan bo'lsa, biz unga cho'qim uning istilish shart emas, chunki nurg'un boshqa sahih hadislar bo'lgan ekan. Şu hadisdan başqa sahih hadis yo'q bo'lsa-da, biz ham bunda kapta hadisda. Mushu ishkilisiga kildo deb qolsak bir gapdan. Boshqa hadislar bo'lgandan aniq bayon qilgandan keyin nima uchun bunda qarashga berib qolamiz? Bu mushtarak vaqtning oxiri qachon tugaydi deganda ixtilof. Ya'ni bular alaqa jumhur o'zaro ixtiloflashdi. Mushtarak bor deganlar. Abu Hanifa boshqa ketdi hozir. O'zi ichida ixtiloflashdi. فقال مالك هو للظهر والعصر من بعد الزوال. Demek bu kun qayrilgandan keyin shu zuhr va asr ikkisiga manchilik deydi. İkisi qanchalikka bimiqdar 4 rak'atin lil-zuhr lil-hadir. Peshimga to'tirgan o'quvchilik vaqtini mushtarak deymiz. Musafir bo'lish kerak albatta. Ila ayyabqa lin-nahar miqdar 4 rak'atin lil-hadir va rak'atayn lil-musafir. Demek peshimninki shu qisqalgan vaqti, mushtarak vaqti 4 rakat o'quvchilik. Mesela asr vaqt chirib qolgan bo'lsa, bu 4 rakat o'quvchi mush peshimning vaqti deb o'qiydi ekan. Faja'al al-vaqt al-khas lil-zuhr inma huwa miqdar 4 rak'atin lil-hadir ba'da zawal. Peshimninki asr bilan mushtarak bo'lib qolgan zaruriy vaqti bu 4 rakat o'quvchilik miqdorda deb belgilanadi. Bu nima? Burungi masala degandek vaqtni belgilash ashadamning o'ziga bog'liq ekan. Nima? Dastlab vaqtni shu 4 rakat vaqt bilan nima qilish? Mesela asr vaqtida o'g'inib qoldi bu odam. Buningda peshimning vaqti bor sizga, siz uzrlik degan. Yoki hayzda saqib qoldi. Bu hamda 4 rakat o'qib olishlik ash vaqt mushtarak holatda bo'lgan bo'ldi ekan. Ya'ni bu peshimning vaqti o'qigan bo'ldi. Uningda o'qib bo'lgandan keyin lam vaqt mushtarak shikatda asrning vaqti boshlandi. Amaliyotda asrning vaqti chirib bo'lgan. Chirib bo'lgan vaqt. Peshimni mushtaraklik ruxsati bo'lgan ekan. Ha. Asrni o'zining vaqtida. Ha, chiqib bo'ldi. Demak, hozir shu mushtarak vaqt qachon tugaydi degan masala bo'lgandan keyin 4 rakat o'qib olgandan keyin tugaydi. 4 rakat uzun o'qindi, qisqa o'xshash ekan. Demak, u odamning o'zi bilan belgilab oldigan ekan. Lekin bu bak to'g'ri bo'lmaydigan qarash ekan bu. Ha? فجعل الوقت الخاص للظهر انما هو مقدار 4 ركعات الحاضر بعد الزوال وجعل الوقت الخاص بالعصر عند asr vaqti cho desa, masalan, asr vaqtining keyingi vaqti o'g'ilib qopti deydi. Ya kun petishlarga 4 ketgan. Musafir bo'lish kerak deydi. Ana men adraka al-vaqt al-khas faqat lam talzamu illa salat al-khas bidalika in kana mimman lam talzamuhu as-salat qabla dalika. Demak, asr vaqtida peshim o'qib bo'lganimki, asr vaqtida oxirida kun isfirar bo'lgan chaqda o'g'inibdi bu. Kun patgan qadar 4 rakat shu chaqda o'qivasi bo'ldi ekan. Ya'ni bu vaqt mushtarak hisobida. Demak, asrning vaqtimi bu 4 rakat deb belgiladi. Hozir mushtarak vaqtni unda ayirish uchun ikkisini juplagan chaqda ma'ning tava vaqt, ma'ning tavada ikkisini ayirish uchun asrning vaqtini 4 rakat hisoblaymiz. Ana peshimning ham 4 rakat hisoblaymiz deb, lekin asrning vaqtida 1 rakatga ulgursa, hamma ulgurgan bo'ldi deymiz. Unda o'ndikan netijadan bo'ldi. Masalan, kun patay deb qolgan chaqda bir hayzda ayol saqib qoldi. Ya uxlayotgandan o'g'inib qoldi. Tartalda hozir namoz o'qimoqchi. 5 rakat o'qiy oladigan bo'lsa, 4 rakat peshiniga chiqarib o'tgan tuqqo, ondan asrni 1 rakatga ulgurgan bo'ldi-ku. 5 rakat o'qisa, peshimni asrni vaqtida o'qigan bo'ldi. Chunki ikkisiga yaraydigan vaqtda o'qidi buni. Tushunami? Demak, shuni hamda biz
Nimaga hozir mushtarakning ikki namozning vaqtini ayirishda ikki namozning ayrim ma'noga to'tirgan o'quvchilik miqdori mushtaraklik va ma'noga ikkilisini haqqini ayirayotimiz hozir. Bu bak jingishga gapgan. Ya bu Ibn Rushdning divan gapi emas, shu Malikiyning o'tirib qo'ygan qarashlarda ana men adraka vaqtul xos faqat lam talzamu illa salatul xos bizalikal vaqt. Demak, shu vaqtga ulgurgan odam shu vaqtning namozini o'qiydi. Shunami? Kun patgan qadar o'g'ilib qolsam, shu vaqtning namozini metaz peshin bilan asrda deydi. إن كان ممن لم تلزم الصلاة قبل ذلك الوقت ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا. Demek sen bir rekatlam o'quvchilik vaqtda o'g'inib qolgan bo'lsang, asr vaqtida o'qiysan deydi. Chunki bu asrdan o'qishdan boshqa peshinni o'quvchilik vaqt yo'q deydi. Agar 5 rekat o'qiy oladigan bo'lsang, 2 namozni o'qiysan. 4 rekat peshin, 1 rekat asr. ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا أو حكم ذلك الوقت. Demek şu vaqtda yetishgan bo'ldi. Vajal oxir vaqtul xos li salatil asr miqdar rak'a qabla al-ghurub. 5 rakat desak 4 rakat peshimga 1 rakatni asri qo'yib qo'ysan dedi. Va kadalika fa'ala fi ishtirak al-maghrib wal-isha. Maghrib wal-ishada shunday dedi. Illa anna al-vaqtul xos marra ja'alahu lil-maghrib faqala huwa miqdar 3 rak'at qabla an yatla al-fajr. Masalan, fajr sodiq qadar desak tana vaqtini. Bu namoz sham vaqtida o'qimga odam keldi. Uxlab qilib ya o'shidan ketib o'g'inibdi. Ya hezda saqibdi. Azan chiqqili az qolgan vaqtda ashunda namoz o'qiganlardan bo'lgan bo'lsa, endi bu chaq namoz shamga qancha tava bo'ldi, 3 rakat tava bo'ldi. Chunki namoz shamning rakati 3 rakat. Xuttangacha 4 rakat. Lekin 4 rakatda u 1 rakat o'lgasa degan gap yo'q ham bu yerda. Chunki nasumallab. Demak 7 rakat o'qiy oladigan bo'lsa, shu orliq azan chiqib bo'lsa, tong atqicha 7 rakat o'qiydi, 2 rakat vaqtida o'qigan bo'ldi deydi. Agar 4 rekatlar o'qiyaoladigan bo'lib qolsa, 5 rekat o'qiyaoladigan bo'lsa, xuttanlam o'qiydi, namoz o'qiydi. Va marra bir qatdan bunda gapi turaqsiz ekan. Va marra jalal salatul akhira kama fa'ala fil asr. Faqala va miqdar 4 rakat. Xuttanning 4 rekat vaqti darura debdi. Va huwa qiyas, asli qiyas shu deydi. Ya'ni 4 rekat desa asli qiyas shu edi. Nima shundami? Asrga qiyas shu edi. 3 rekat namoz shamninki. Asrda 1 rekat asrning 4 rekatga 1 rekat degan to'g'ri. Asl 4 rekat desa oldi, bu 3 rekat debdi. 4 rekat degan qarashmi keldi, shunami? Desa 3 rekatda shamning. Shamning 1 rekati xuttanning bo'ldi. Asrga o'xshaydi. Yani qiyas denish asr qiyas qilmoqchi. Vajal oxir hadal vaqt miqdar rak'a qabla tulul fajr. Demak 1 rekati tong atqicha xuttanga tava bo'lgan bo'ldi. Yani man adraka rak'atan min al-isha adraka al-isha bo'ldi demak. Asrga o'xshash. Demak Imom Malikning hamda qarishi ba'zi unda deb ba'zi bunda deb chiqilib tushunishimizda unda tushunsak bo'ldi. Amma Shafi'i fajala hudud awakhir hadhihi al-awqat mushtaraka haddan wahida. Yani İmam Shafi'i bu tugaydigan vaqtni bir vaqtlam qilib belgiladi. Va huwa idrak rak'a qabla g'urub ash-shams. Va zalika lidh-dhuhr wal asr man. Demak 1 rekat ulgurganga qadar ikkilisiga yaraydigan vaqt u. 1 rekat qolsa asrdan xas deyolmaysiz. Vaqt mushtarakda ikkilasi sala. Sen peshin o'qsanmi 1 rekat o'qigan bo'lsa, asrni o'qsanmi 1 rekat o'qisan, qan tanlasan, o'zing o'qib oldim. Ikkining biriga yaraverdi deydi. Masalan 1 rekat o'qiganlar bo'lsa, Maliki mazhab asrgalam qartib qo'ygan. Mana ikkilisi bo'ldi deydi. Va miqdar rak'aydan qablan sidal fajr. Ya'ni xuttanimi 1 rekat qilib qolsa, bu namoz shamga yaraydigan, xuttanga yaraydigan bo'ldi ekan. Va qad qila anhu bi miqdari takbira. 1 rekat ulgurish masalasi emas, Allohu akbar deblam turish qadar ulgursanmi shu esa. Masalan shu Allohu akbar divog'ichilik vaqt bo'lsa, namoz shamga Allohu akbar desam bo'ldi, xuttanga Allohu akbar desam bo'ldi. Nima desa bu takbirani rak'aga qiyas qilingan. Ani annahu man adraka takbira qabla g'urub ash-shams faqat lazimathu salatu zuhr wal asr ma'an demakchi. Allohu akbar desa, zuhr wal asrni qan o'qsang, zot bizni o'qishim kerak. Ikkilisiga yordamda bor dedi. Endi rak'a deganga qiyas qildi bu. Rak'atga asli rukuni bildirdi. Lekin bu ta'bir bil juz'anil kullu deb munda nima qilib, butun bir alqa sajdasi va qiraati va 1 rekatdan munda nima qilsa, amam da rak'aga takbirani qiyas qilib bilan bu 1 juz, 11 juz o'xshash. Va ma Abu Hanifa fawafaqa Malikan fi anna akhir vaqt al-asr miqdar rak'atan li ahli ad-darurat indahu qabla al-ghurub. Bu inqamda. Va lam yuwafiq fi al-ishtirak. Albatta bu mushtarak degan gapni qilmaymiz deb turibdi Abu Hanifa. Val ixtisos edi. Ixtisos degan hozir har birining xos vaqti bor degan gap unimi dedi. Kechib qolganligi oxirgi vaqtga
Ahirgi vaqtni ishqilishga unda uning xos, buning xos unda degilinmaydi. Bu ahli darura. Yani asrga kechib qolgan birikatga shu asrnamdi. Ya bu peşimge mi xos bo'lish mumkin-da, asrga mi xos bo'lish mumkin-da, navasham xutanga xos degan undagan hukmat. Çünkü müşterek degan gap yo'q. İştirak hozir shu o'zlik kishilar zo'r va asrga o'qisi bo'ladigan ishkilishga yaraydigan vaqt demak. Endi u ishkilishga yaraydigan vaqt demagan ekan bu. Endi u ishkilishga yaraydigan vaqtni manchiraketa peshimga xos, manchiraketa asrga xos manda demadi deydi. وسبب اختلافهم عن مالك والشافعي هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي أن لهما وقتين؟ eğer vaqt müşterek var dese, ikili namazı tan yaraydigan vaqt var dese, bu ikkisining ikki vaqti var degan bo'lamdi. Yani ikki vaqti var degani asrning bir vaqti var. Peshimning bir vaqti var, xos vaqtlardan ikkisi var. Lekin o'ttirda ikkilis yaraydigan bir vaqt var. İkkilis ishlaydigan. Ham innama yaqtadi annalama vaqtan mushtarakan faqat. Yoki bu deganlik peshimning vaqtimi, asrning vaqti hammasi aralash mushtarak vaqt bo'lamdi deydi. Ve hujjat Şafii annal jam'a innama dalla ala al-ishtirak faqat la ala vaqtin xos. Demek İmam Şafii ile İmam Malik ikisi ayrılık etti. İmam Şafii deydi, ikisini cem qilish bu ishtiraklikni bildirdi. İkisi yaraydiganlikni, xoslikni bildirmaydi. İmam Malik deydi, faqat al-ishtirak indahu fi vaqti ad-darura ala al-ishtirak indahu fi vaqti at-tawsi'. İştirak hazır peşimning oxirgi vaqti bilan asrning vaqti bir mushtarak var degan tuğun. Bu vaqtni hazır qanday qilib bo'lsa qiyos qilib, bu vaqtdan shu tavsiya vaqtimi shunmi taraf ketadi degandek bunda. O'xshash deb qiyos qildi. Xuddi masalan vaqti tavsiya miyadan miyaga araliqda qachon o'qsang bo'ldi degan tuğun. 3 soat ichida qancha soat o'qsang bo'ldi. Shunga hazır bu vaqt ishtirokdan qiyos qilib bunda kang bo'lib ketadi debdi. Ana annahu lamma kana li vaqti dhuhr va asr muwassa vaqtan demak asr bilan peshimninki muwassa vaqt ikki vaqt bo'lgan ekan. Birisi mushtarak vaqt, birisi xos vaqti. Vajaba yakuna al-amr kadalik fi awqat ad-darura. Zarurat vaqtidami ashunda bo'lish kerak, ikki vaqt bo'lish kerak deydi. Yani peşimge bir xos vaqt, asrga bir xos vaqt demek. Ve Şafii la yuvafiqu ala ishtirak az-zuhr vel asr fi vaqt at-tawsi'a. Lekin İmam Şafii ash kengri vaqtda ikkisi tam mushtarak degan unmaydi dedi. Nima demakchi buningda? Ya mana İmam Malik bunda demakchi ekan. Mesela darurat vaqt bo'ldi-ku. Haliqa 5 rakat o'qiydigan vaqtda o'g'inib qolgan odam yoki saqib qolgan ayol. Mushu vaqtda darura mushtarak dedi. Bu mushuninga nimani qiyos qilgan? Odatdagi darura emas vaqt bor, shuninga qiyos qilibdi. Darurat emas vaqtda normal damda kesalmas, uxlab qolmas, odatda masalan soat 4 bo'lgan chaqda peshinning vaqti xos vaqti desak, 4 dan 4:30 qadar peshin bilan asrning mushtarak vaqti desak, bu mushtarak vaqt tavsiya vaqtida, normal ahvol 2 ga yaraydi bu. Endi qistilib qolgan 5 rakat o'qiy olgan vaqtmi 2 ga yaraydi deb turibdi. Qiyos mushanda. Ash qolib qolgan 10 minut vaqtni normal ahvoldagi 4 bilan 4:30 oralig'idagi ash vaqtga qiyos qildi. Ash 4 bilan 4:30 oraliqi vaqt 2 namoz yaramda. Endi sen qistilib qolganiga 15 minut vaqt, kun petishda 15 minut vaqt 2 namozga yaraydi. Ya, bunda demakchi. Buna shunda bir diqqat desa da tushunib esi keldigan, ya'ni sal bizdamdagi o'qisa, ya'ni tushunmaydigan bir gap ekan bu. Demak, normal ahvolda 2 ga yaraydi bu. Undan ekan darura vaqtidami 2 ga yaraydi deb. Demak, ashu 2 ga yaraydigan vaqtni surib oyoq apadi bu. Qistalgancha. Bunda tushunsa, mana kitobning iboratidan sal odamni o'qib qoldi. Malikini shuna qiyos qildi. İmam Malikchilar qiyos qildi. Endi İmam Şafii nima deydi? La yuvafiq al-ishtirak ad-darura fi vaqt at-tawsi'. Bu peshin bilan asrninki normal ahvoldagi bu ishtirak nimasiga unmaydi ekan bu İmam Şafii. Bu yerda hozir masala nima desa, shu 4 bilan 4:30 oraliqda yarim soat peshin bilan asrga tang o'xshash darajada yaraydigan vaqtmi emasmi degan masalaga berib taqildik. Şafii bu ikki tang emas deb turadi. Tang emas. Oldida peshinni o'qigan, peshinning vaqti asrni o'qiganimiz, bundan keyin asrni o'qiganimiz. Demak bu mushtarak vaqt emas deb turadi İmam Şafii. Tavsiyada zuhr va asrninki vaqti mushtarak degan unumida deydi. Fa khilafu ma fi hadhihi al-masala inma yanbani. Demak bu masalaning asli ko'tkinaga berib taqildi bo'lsa, al-ixtilafin fi tilkal ula. Demak, shu vaqtda 4 bilan 4:30 deydi masalan.
Şu aralıq ikkili namazga tang yaraydigan vaqt muddi mushtarak vaqt muddi emas muddi degan masalaga berib taqildi. İmam Şafi'i mushtarak vaqt emas deganlik uchun bu qistilib qolgan chaqdagi, masalan, kun patishdan ilgiriki 1 rakat ya 4 rakat o'qiy oladigan vaqtnimi bu asrga ham peshimga yaraydigan vaqt demay, asrga ham qartaman deydi. Bak jinsiy masala ekan bu. Fa innahu bayyinun vallohu a'lam. Lekin bayyin emaskan bu mubham ekan. En tasiri geldi. Şimdi tasir. Yani İmam Malik, Şafi ikilisi müşterek vakıflar dedi. Şu bir vakta amı manımı okulu buldu dedi. Lekin İmam Malik pişim okulu buldu rast. Lekin 4 rekat okuçuluk vakıflan pişim vakti şundan tüyüp gidiyordu. Onun ikincisi esri kalırdı dedi. İmam Şafi dedi ya bu 4 rekat okuçuluk vakıf o bu dememiz. Muşu yarım saat vaqt desek mesela. Yarım saat içinde pişim okuş, esri okuş ikilisi buldu dedi. Demek mesela bir adam bunda faraz qilib qolgan, bir adam mesela aşında vaqt kep qapti. Kep qilib ma'qul peshim qilma asr o'qiyman deb asri turibdi deydi. İmam Malikning misda ma asr hozir bo'lmadi. Chunki bu peshimga bo'ldigan vaqtda o'qimagan bo'ldi. Chunki 4 rakat miqdori bu peshimga xos vaqt deb turgan ekan, sen asr o'qiding bu vaqt. Yani İmam Şafi'ninkida bo'laverdi. Lekin u gadinda peshim qoldi. Bu asr o'qiganlik. Ma farqi bor. Fa innahu bayyinun. Endi bayyin deydi uni. Bularda özünü qınab durmamaz etdi. Yani Abu'nun hanımızın ağam bolsa, nasıl? Aşu Abu Qatadah al-Ansari'nin seyyidisinin tutmagan bolsa, bunda aşu. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etûbü ileyk.